Agarda siz bronzerni mana bundoq surayotgan bo'lsangiz, keyin esa kistichka bilan shunaqa ish qilayotgan bo'lsangiz, tabriklayman. Siz yuzingizga konturingni noto'g'ri berasiz. Bronzerimizni surishdan oldin uni qo'limizga surib olib, yaxshilab isitib olamiz. Bronzerimizni kistichkamizni isitib olib, yuzimizni skulasiga shu usulda surib olgan bronzerimizni hamma yog'iga rastlashavaytib qolamiz. Skulamizdan tepaga qarab, peshanamizdan pastga qarab surib, qoshimizdan tepaga qarab surib olamiz. Yana ham bronzerimiz yuzimizda ideal turishi uchun oldin konsiler bilan uni shu usulda surib olamiz. Endi konsilerimizni yaxshilab rastlashavaytib qolamiz. Keyin esa konsilerimiz ortiqchasini sponjik bilan olib tashlaymiz. Yuzingizga konturing berishdan oldin bronzer qaysi rang sizni yuzingizga to'g'ri kelishini oldin aniqlab olishingiz kerak. Oq sariqdan kelgan bo'lsangiz, ili oppoq bo'lsangiz, Sensoul brendining 01 ottennakidagi temniy shokoladniy rangi sizga to'g'ri kelmaydi. Sizga Sensoul brendining 02 hamda 03 ottennakidagi молочный shokoladniy ranglari to'g'ri keladi. Dog' qilib qo'ymasdan ideal konturing berishni o'rganib olgan bo'lsanglar, o'ng tarafdagi serdichkani bosib qo'ysanglar, xursand bo'lardim.